G'ayrat akami xonadonida mehmondamiz. Hayotingizga sayohat qilamiz. Bitta sizniki ajralib turar ekan o'sha yerdan. Joyga. Mo'yka hozir chalyapti. Chilishga kelganmiz. Ijarada turganmiz. Yangi biznesi bor. O'shaga o'rnaydimi? Nechta kompyuter mo'ljallanyapti? Farg'onaga yo'l olamiz do'stlar. Sonaga shepim. G'ayrat keldi. Aka homila guruch qoldi. Keyin shepim bilan bir kunda oladi. Adam Solosmondagi go'ybasini ichkari berib ko'ra choy bo'lsa, menga mashina gap to'y bo'lsa. Kiyimlarni o'zgartiraman deyapti. Syomkasidan keyin qayerga? O'tgan futbol ham keling. Zo'rlar oldinda. Futbolga keldik. Ishtiqlar bilan. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Ukatoy, sizlar meni YouTube kanalimdasizlar. Siz yoqtirgan bloger bilan bir kun loyihamizda bu safargi mehmoni kim deb o'ylaysizlar? Kim uyiga kelganmiz ertalabdan? Taxmin qilib turinglar. Hozir chiqadi. Agar taxmininglar to'g'ri chiqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Taxmin qildinglarmi? Mashina nomeridan tanib olishinglar mumkin. Bugun G'ayrat akam xonadonida mehmondamiz. Bugun G'ayrat akam bir kuniga birga sayohat qilamiz. Chiqing. Siz bilan mayaqda ko'rishaylik. Quyosh aka, assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz? Sizlar? Nima chiyillayapti? Kalit tashqarida bo'lsa chiyillaydi. Ichkariga qo'y deyapti kalit. Charchamayapsizmi aka, tuzimsiz? Rahmat, hech bo'lsa yaxshi keldinglarmi? Ha. Bildingizlar nimaga kelganimiz, ha? Sizni bir kunlik hayotingizga sayohat qilamiz. Bugun hozir mana ertalabdan qayerga boramiz, nima qilamiz? Kim bilan ko'rishamiz, qanaqa reklamalar bor, qanaqa syomka bor, hammasini tuda ko'rsatib beramiz. Davay, ketdi. Salomlashib qo'ying birinchi aka. Avvalambor assalomu alaykum. Biz shu YouTube orqali tomosha qilayotgan aziz musofirda yurganlar, O'zbekiston, har xil davlat yurgan aka-uka, opa-singil, otaxonaxo barchaga kuninglar xayrli o'tsin. Bir kunda nimalar qilishimizni ko'rsatib berar ekan. Bu bola aytish bo'yicha hozir bugun endi 2-3 ta syomkalar, ochilish tadbir, reklama, qurilishimizga o'tamiz. Farg'onaga Elmot akam oldiga boramiz. Hammasini aytib qo'ymaydi. Yo'q, aytib qo'ysam, nabarot, shularga borar ekan deb turib ko'rishlari mumkin, nabarot. Hozir G'ayrat akam mashinasini mo'ykaga tashlaymiz, keyin boshqa ishlar qilamiz. Kuzatib turinglar, bugun undan ham qiziq bo'ladi, har doimgidan ham. Uy. Hozir G'ayrat akam mashinasini mo'ykaga tashlagani ketyapmiz. Mo'ykaga tashlaymiz-da, G'ayrat akam meni mashinamga o'tib oladi. Keyin bu yog'iga yengil ko'raverasizlar. Sal pavorot yoqib to'xtang, shep. Nimaga? Shep deyapsiz, pavorot yoqmaydi, sheplar. Bo'lsa, haliroq bir kelamiz o'lsam. Svet o'choq ekan. Qachon yonadi bilmayman. Biz kech qolib ketamiz boshqa ishlarga. Mo'yka hozir chalyapti. Hozir to'g'ri endi ochilishga o'tamiz. Mashinaga yetib olib ko'ramiz. Endi qora mashinani ahvoli endi shu-da. Shu. Ketdik do'stlar. Ketdik. Yana orqanglardanmi? Ana. Svet yondi do'stlar. Svet yondi. O'sha mo'yka atkaziydi hozir. O'sha yana 2 sekundda yana svet yondi. Kim yuvadigan odam bormi? Kelishimiz. Kim yanasizlar? Qanaqa ochilish? Nimani ochilish aka? Beeline ofis ochilishi. Asakada. Yangilanyapti. O'zi bor edi. Restavratsiya bo'lib, joylarini yangilab boshqa qilishdi. Aka, mana 1 soatda kelarmiz, a? Bo'ldi, xo'p, rahmat. Ketdik. Yuringlar. Ketaveradi. Ochilishga boramiz. Ko'pchilar qarg'amasin aka hozir endi siz. Videoni ko'rib. Mazlashib qo'yamiz. Sparkda ham bor, Matizda ham bor ekansan. To'g'ri. Qadrli do'stlar, xudo xolisa bu video chiqib ko'rayotgan paytinglarda men ham kabeshimga propan qo'yilgan bo'ladi, xudo xolisa. Men ham propanda yurib, xayolimda benzin quyayotgandek pul tashiveraman. Lekin propan quyib oshgan to'playveraman-da, xudo xolisa yana bitta kabeshni to'playman, xudo xolisa. Ana. Beeline ofisini ochilishiga ketyapmiz. Stora qo'yib kelamiz endi shu yerda. Shuni to'g'risida biz yangi shu bizneschamiz, kompyuterxonamiz qurilishi ketyapti. O, tadbirdan chiqib biznesingizni ham ko'rib o'tib ketamiz ekanda undan. Ha, xudo xolisa. Chap yuramiz, uka aytmas. Ashyasan chiqib qolibdi. Chap yo'q, kirib oling. Ha, uka, bo'ldi. Mana shu o'zimizning anjancha stil bo'ladi. Ha, bu yana sal qoldan ular ham orqasiga tutib olishiga. Ya, bu bola yangi montaj yo'rar ekan, tutni ham bilmas ekan. Mana sharlar ko'ryapsizmi, bilan odamlar tutib qolib turishadi. Mana shu yerdan nazorat qiling. Shu ustidan qo'yadi. Shu ko'p butoqasi bo'ladi.
Akalar Beeline ofisiga kelib syomkasini tugatdi. Endi hozir G'ayrat akami yangi biznesi bor. Shuni ko'rgan o'ta hali bitmagan-a? Yo'q, bitmagan. Do'stlar, syomkani tugatdik Beeline ofisda. Bu yer juda ham biz uchun xatarli joy. 2021-yil mana shu yerda mana 2-etajni ofis qilib olganmiz-da biz. Ha, mana shu yermi? Mana shu yer bizda 1,5 yil mana shu yerda ofis, oyiga $150 dan 1,5 yil mobaynida mana shu yerda ijarada turganmiz. Mana shu pardalar ham mana shu qadrdon pardalar. Esimda turibdi kechagidek. Kechagidek juda katta talcho'g olishimizga sababchi bo'lgan joyda bu yer baribir endi. Mana shu yerda qancha san'atkorlar ham kelgan, boshqa bo'lgan. Gumushkinovkamiz 100 mingtaligini Elmir O'takamni shu yerda ochganmiz. Qadrli joy demoqchi bo'lganim. Xotiralar bor. Ha, o'shanda 21-yil shu Beeline ofisdagi akalar bilan tanishganmiz. Shundan beri bular bilan qadrdonmiz. Hamma xizmat qiladi-da bular uka. Bankda o'tadigan, notarius deysizmi, tonirovka deysizmi, to'lov deysizmi, yana nima? Maygovdagi ishlar. Ular bankda bo'ladigan hamma ishlar bor-da, shuning uchun qadrdonmiz. Shuni testoriz qilib ketyapmiz hozir. Endi mana shu ro'parasida to'g'ri-da. Ko'rsating. O, podval turibdi, mana shu. Ikkita reshotkali panjara o'sha yerga kompyuterxona ochyapmiz. Xudo xolasa. Nomini ham aytamizmi? Ha, Gary Game. Gary Game. Yangi. Bizning brendda, shaxsiy brend. Albatta aka. Asakaylar, shahrimiz mehmonlari chetdan kelaverasizlar. O'taylik, ko'rsataman. Bo'ldi, ketdik, ichkariga kiramiz. Yuringlar akalar. Ketdik. Ha. G'ayrat aka, Gary Game qayerga chiqadi? Mana shu yerga o'rnaydimi? Ha. Hozir buni, hozir buni endi atrofiga sariq haligi qanaqadir odam tortadigan rangda poster qilamiz. Ya u to'g'riga Gary Game bilmaydilar, hamma yoq Gary Game bo'ladi. Kirishlari ham zo'r bo'ladi. Ha, mana bo'ladi. Danadan tushamiz, bu yerga bekitib qo'yishibdi. Ichkari kattadir-a? 120 story qo'yganingizda ko'rdim. 120 kvadrat. Yo'q, nechta kompyuter mo'ljallanyapti endi? Ichkarida aytamizmi? Endi mana shu joy mana kafelarini bosib olishgan. Devorlariga NDF'lar qaytarilgan. Endi mana hozir internet tushirishyapti hozir bu yerga. Wi-Fi. Shisha tog'lar dedim. Shunaqa kompyuterga umuman ishlatgani. Shu internet tortilgandan keyin natijali patolog tortiladi. Mana shu bo'ylab. Bundan yog'i qushni qolib ketaveradi. Balandda bu. 4 metrdan nima qilasiz? Isitish sovutish borda keyin buni. Tepasi ko'rinib turadi-ku unda. Ko'rmaydi. Natijali patolog tortiladi. Tepasi ochiq turaveradi. Mana shu 1 metr joy havoda qolib ketaveradi. Havoda qolib ketaveradi. Faqat kompyuter bo'ladimi bu yerda? Ha, mana kelaveringlar. Xudo xolasa odamlar ham ko'p bo'ladi deb niyat qilyapmiz. Ha, odamlar ham ko'p bo'ladi. Bu VIP xonalar. Bular. Misol mana yerda bir-biriga qarama-qarshi 5 tadan 10 ta kompyuter bo'ladi. Mana konsiner qo'yilgan. Mana Wi-Fi'larni o'rnatishyapti. Natijali patolog bo'ladi. Buni ham rangini qoraroq qildik, chunki ko'p kompyuterxonalar ko'rsak, hamma faqat kompyuterda o'zini yorug'ida o'ynashadi. Svetni ham o'chirib qo'yishadi. To'g'ri. Bu yerga 10 ta kompyuter, VIP xona. Bizda endi ko'p Asakadagi kompyuterxonalarni ko'rdik, VIP xonasi bolalar kam ekan. Chunki bitta polni, haligi yosh bolalar, yoshroq bolalarning ichida yosh katta odamlar ham ko'p ekan, o'ynaydigan. Ularning ichida o'ynagani haligi qandaydir o'ynagisi kelmaydiganlar ko'p ekan. Ularga VIP xona kerak bo'ladi. Hozirgi paytda konturda biznesmendan tortib bekorchilik bu odamga shunaqa. Endi bu yerga ham yana 5 tadan 10 ta kompyuter qo'yamiz. Mana o'sha 20 ta ketdi. Etador ezmasdan. Bu ikkinchi VIP xona bu. Bu ham o'tda o'shda, mana bu ham konsiner qo'yilgan. Internetlar shurilyapti. Demak, shu ikkala xona VIP xona, o'rtada yana bitta 5 tadan 10 ta kompyuter tushadi. O'sha 30 ta ishga ketdi. O'sha 30 ta ketdi. Tashqarida qayerda bar bo'ladi aka? Mana hozir tushuntiraman. O'sha yerga 30 ta ketdimi? 30 ta kompyuter ketdi. Mayka ham yana shunday ochiqlikka o'pshiga yana 10 ta qo'yiladi. 40 ta. 40 ta. Keyin bu yerga mana bu joyga bar bo'ladi. Aytdan bunaqasiga to'silib, mana shu yarimigacha mana shu yerda bar bo'ladi. Suv bu. Ichimlik, yegulik, chips, sport-top, mirtop, nimadir bu narsalar. Keyinchalik yoki mana shu yerga agar odam yaxshi o'tib ketsa, xudo xolasa, menga bitta PlayStation qo'yib beradi ikkita. Kutib turgani. Nega o'tirmagan? Konturda kutib turgan PlayStation o'ynab kutib turasizlar. Endi nasib bo'lsa, rejamiz bor, PlayStationni ham kutib turgani hal qilmoqchimiz. Yaxshi lekin aka, xayrli bo'lsin. Xudo xolasa, ochilishi qachonga endi o'zi buni? Maydan qolmasdan, yozga qolmasdan ochib yuborishda plan. Yozgacha ochsa yaxshi ham bo'ladi. Yozga qolmaylik. Shu yozgacha ochib olsangiz, yozgacha yaxshi. So'ra, balki 1-iyun bolalar kuniga ochamiz. Ko'ramiz endi buni. Ular akalar nomani Gary Game. Gary dedi-yu. Baholas mana shu to'g'ri. Logotivingizni, glavniydagi logotivingiz rangi ham sariq-ku.
sariq nimadirga sariqni uyg'unlashtirish niyatingiz ham bormi? Shunaqa tumaloqqa o'zimni gariga ham chiqarib turib, har bitta xonalarga ko'p qo'yish planim bor. Hamma qorong'u turganda ana o'zini yoqib qo'yamiz, sariq fonda turadi. Bizning maqsadimiz hali fotozona ham qilish reja bor. Misol uchun mana kirganingiz odamlar bolalar o'zlari storiesiga qo'yadigan fotozonalar bor. Shu odamlar o'zlari reklama qilsin degan narsani o'ylayapmiz. Aka, endi men o'zimdan kelib chiqib bitta sizga maslahat beraman o'shanga. Real maslahat. Aytyapsiz, bitta fotozonada dizaynni zo'r qilib qo'ysangiz, o'zidan o'zi istoriya olgisi keladi odamlar. To'g'ri, yoshlar. Xudo xolasa. Xullas, mana yangi biznes. Hech qayerda bir marta istoriyasida aytgan ekan. Hech qayerda aytmagan meni. Boshqa hech kimga aytmadim. Shu istoriyamda maslahat so'rab. Nimaligini aytmovdingiz, a? Yo'q, kompyuterxona qilyapmiz deganman. Shu kompyuterxona uchun maslahatlar so'raganman-da, nimadir. Ancha ko'p joylarda o'rgandik, ko'p joylarni ko'rdik bu masalada. Lekin oson ish emas ekan bu ham. Lekin katta ish, seriozniy ish ekan bu. Raqobat ko'p, lekin yaxshi joylar zo'r ko'p. To'g'ri. Karvon mingta rizq bo'ladi. Xullas, G'ayrat akam bemalol oldindan tabriklab qo'ysanglar bo'laveradi yangi biznes bilan. Kompyuterxona bemalol kelsanglar ham bo'laveradi. Asakan sentrida joylashgan-a? Shu Beeline ofis. Beeline ofisini to'g'risi joylashgan. Asakada hamma o'zi Beeline ofis aylanishni boshi. Bizneslarni ko'rib chiqdik. Keyingi lokasiya qayerda bo'ladi? 11:30 bo'pti. Mashinamiz Mo'kidan chiqquncha bitta videomizni kadrlarni yig'ib olishimiz kerak biz va'yimizni. Yokida Abidquli Farg'onaga yurish kerak. Videomiz davomida Elmurod aka bilan ko'rishamiz, ha? Konsertini syomkasi bor, repetitsiya syomkasi bor. Undan keyin bolalardan eshitdim, buloq boshida qanaqadir tug'ilgan kun ham bor ekan-a? Bugun hayolda qarang, bugun esda yo'q, bugun 3 mi? Bugun 3. Buloq boshida tug'ilgan kunimiz ham bor edi. Tug'ilgan bugun ish rosa ko'p ekan do'stlar. Yomon kuniga kelibdi lekin mana bola. Juda ko'p. Har doim ham bunaqa bo'lavermaydi ish. Lekin ish ko'payib ketsa mana miyalarim bor. Ko'payib ketadi ish. Keyin shunaqa ishlar bo'ladi-da, uni qachon tugab, undan qachon qaytishingiz bilmaydigan ishlar bo'ladi. Mana hozir Farg'onaga ketamiz deyapman-ku, Elmurod akam oldidan qachon kelishim bilmayman-da. Men bugun kelmasligim ham mumkin, eng qizig'i. Yo'q, Elmurod akam biz borsak, Elmurod akam hali bo'shamagan bo'lsa, u Elmurod akam 4 da bo'shab kelsa, bir yo'la repetitsiyadan keyin o'tiramiz desa, tugaydi kun. Misol aytyapman. Elmurod akam nima desa, biz shu xo'p deymiz-ku, Elmurod akamga yo'q demaymiz. Hamma blogerning hayoti har kuni bir xil o'tmaydi, har xil o'tadi. Rejalar o'zgarib qoladi, syomkalar vaqti, soat o'zgarib qoladi. Shunga qarab qilaveramiz. Lekin hozir biz oldimizda syomka bor, Elmurod aka bilan ko'rishimiz bor, undan tashqari buloq boshida tug'ilgan kun bor. Xullas, kuzatib tursanglar, faqat qiziq joylarni sizlarga qo'yib boramiz. Ketdik do'stlar. Ketdik. Qat qilinglar, xo'p. Aka, ko'rishamiz. G'ayrat aka, keling, gapiraylik. Nima deb? Keng lokasiyani o'tib olaylik ana aka. Salqin ekanda, yaxshi qilyapti mana shu yerda. Davay. Xo'p, akalar, уже biz keyingi lokatsiyaga harakatni boshladik. Keyingi lokatsiyamizni G'ayrat akam tushuntiradi. Farg'onaga yo'l olamiz do'stlar, xudo xolasa. Farg'onada kimlar bilan ko'rishishimizni ko'rasizlar. Elmurod akamdan tashqari yana boshqa blogerlar bilan ko'rishamiz. Eng asosiysi Elmurod aka bilan ko'rishamiz. Farg'onaga go. Kelyapsizmi? Chotki. Ketdik-a? Ketdik. Ketdik. G'ayrat akam bir kunligini olyapmiz bugun. Bir kunligi qimmat desam, ha, olaman deyapsiz. Hozir orqangizdan haydayman? Ha, yo'q. Orqamdan yuravering. Ja, haydagulik emassan. Husan aka shepim. Shepim. Assalomu alaykum. Rahmat, Husan aka, omonlikdamisiz? Yo'q, unaqa emas. Biz yo'ldamiz Abdulaziz Ukatoy bilan. Qayerda o'tiribsizlar? Hozir abid qilolmanglar, biz ham qornimiz och. Ha, xo'p, yo'ldamiz, boryapmiz, borib birga abid qilamizmi? Ras shoru eriyman deb, shoru jigar eriyman deganda Farg'onada qaytga boraylik biz aka. Shoru jigarga bering-da telefonda, shoru jigarga. Farg'ona qayerda ko'rishaylik jigar? Ha, yarim soat, 40 minut uzog'i. G'ayrat. Assalomu alaykum. Qaqa shepim. Assalomu alaykum. Joning sog', charchamayapsizmi? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Moslab kiyib olib shoru, keling-da mana yaqinroq aytaman. Hamma kamera olsin, aytaman. Meni kelishimga moslab mana. G'ayrat keldi.
yoki g'ayrat kelyapti. Ha, ketganimdan keyin g'ayrat ketdi. Ha, shunaqa ular menga moslab hurmatli Rashiddan bilib qo'ysa bo'ladi. Bo'ldi mana shu mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, qalaysiz? Hurmatli obunachilar, mana biz akaxon bilan ko'rishib oldik. Ha, Rasmiy tushgani kelibdi masalan. keldi. Kuzatish davom etinglar, video bomba bilan. Ha, qorin qo'yapsiz ekanmi? Yo'q, yo'q. Ha. Qo'ylay bu. Yo'q, assalomu alaykum aka. Charchayapsiz siz? Yo'q, ko'ylay bu. Yaxshimisiz? Farg'onaga yetib keldi do'stlar. Men bir kun olyapti men bilan mana bola. Ezlardi bola. Ora bugun. O'z ish ko'pligida vaqt yetmay turadi o'zi. Rosa olyapti. G'ayrat akam bir kunligi davomida bugun mana Farg'onada yana Shohruh akam bilan ko'rishdik. Shohruh aka keling. Nima bo'ladi bugun? G'ayratjonmi? Ha, bugun G'ayrat akam. Bo'ldi. Meni kunimga aralashtirmang bularni deb. Bularni kunida yo'qmi deb? Yo'q, edingiz ama. Bo'ldi. Bugun mana Shepim bilan ham ko'rishdik. Bundan keyin Shepim bilan bir kunda oladi. Ha, Qo'qonda bu. Qo'qonga boradi. Qo'qonga boraman. Ertalabdan kechgacha siz bilan bir kunda oladi. Uyga ko'p kirib chiqaman nima? Ma'qullamisiz masalan? Yarim kun bo'lib qolarmikan? Hojat O'zi uyingizda faqat. Shohruh akam bilan ham yarim kun bo'lgan. Yarim kun. Ha, Ha, bu eplaymiz. bo'ldi. Ketdiga. Bizga mana aralashib ketdim. Nima yurishni bilmaysizmi siz? Kim portretasini zo'roladi. Xullas akalar, biqinni qilib chiqdik. Endigi lokatsiyamiz. Hozirgi lokatsiyamiz Elmurod akami hozir biroz ishlari borga o'xshab turibdi ekan. Elmurod akami to'g'ri tushunish kerak, ishlari juda ko'p Ha, odam. yo'q, albatta. Shunaqa bo'lsa Andijonga qaytishga to'g'ri keladi. Ha, shunda hozir yana Andijonga. Ha. Yengil obed qilgan Farg'onaga keldim. Ha, shunaqa. Bo'ldi. Bo'lsam Andijonda birinchi borib qiladigan ishimiz nima? Syomkalarni uramiz. Ha, xullas hamma blogerlar hozir Andijonga boramiz. Futbolimiz bor kech payt. Futbolgacha vayn syomkalarda bo'lamiz. Xullas eng qiziqlari endi boshlanadi. Kuzatib turinglar. Boshdan yurgizaylik. Qizib yotibdi. Ukajon yurgizing. Mendaligi jaydarli narsani yaxshi ko'raman men o'zim. Chapani gaplashib bo'ladi-yu, hech qanday soxtaliksiz. Tushunyapsizmi? O'sha yaxshi. Hozir men ham sizda ketsam bo'ladi. Albatta hozir biz navbatdagi obyektimizga boramiz. Ana shu yerda biz o'sha ssenariy qilib yozilgan vaynlarimizni birgalikda syomka qilib, ana undan keyin xonadonga tashrif onajonimizni tabriklab kelamiz deb badiiy gapirsam ham bo'ladi. U o'zimga o'zim kulgilikda, uka, u. Tushunyapsizmi? Soxtalikda, suniylik. Nima kerak bor uni? Men o'zim shunaqa gapiradiganlar ustidan kulib yuraman men. Men o'zim to'ylarga boshlovchilikka boramiz-ku. To'ylarga umuman boramiz-ku, qiziqchilikka. Men qiziqchilikka boraman, to'yga birrovga. Birorta tadbir yaqinimiznikiga boramiz-ku. Ana shunda boshlovchilar gapiryapsa, men o'zim ushlab tura olmayman. Avvalambor assalomu alaykum. Allohning fayzilar, nur yog'ilib turgan mana shu ushbu xonadonga tashrif buyurgan aziz mehmonlar hamda mezbonlar, barchangizni mana shunday bir kunlarda 2 yoshning visol oqshomida ko'rib turganimizdan benihoyatda shodmiz. Oldinglarga qo'yilgan noz ne'matlardan oling deb o'tiring. 2 yoshni bir umrga baxtli bo'lsin deb o'tiring deya so'z navbatini debocha qismini boshlab berish uchun kuyovto'ramizning patara buzrukvorlari hamda Volidey muhtaramalarini taklif qilamiz. Kelinglar, albatta chiroyli bir taklif tilaklaringizni kelgan mehmonlarga xush kelibsizlar deb asta yo'llab, chiroyli bir raqslar bilan qo'shiqlarga qaromaylab, badiiy qismimizni bir ochib berasizlar degan umiddamiz albatta. Deyishadi-yu. Tugab qoladi ashta paytda. Bizda nima deymiz? Avvalambor assalomu alaykum hurmatli otaxonlar, onaxonlar, aka opa singillar, barcha bizni ijtimoiy tarmoqlarda, internetda, YouTube'da, ko'chada ko'rib, videolarimizni ko'rib like bosib boshqa turganlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? To'ylar boray bo'lsa, kuyov bola deb mana kayfiyat bilan kirib, kayfiyat bilan ketamiz. Tushunasizmi? O'sha yaxshi bizga. Keyin ko'pchilik sizlarni to'ylarga, keyin qanaqadir ochilishlarga borganingizda sizlarni tez gapirasiz-ku, qofiyalik qilib. O'shingiz bitta hozir biz uchun bitta gapirib bera olmaysizmi? Bo'ldi mana. Ketdi mana. Bizni ko'rib turgan insonlar uylarida ham to'y bo'lsa, to'ylarda so'rgani qo'y bo'lsa, shu insonlar qoni katta boy bo'lsa, sevgilari ham sol osmondagi boy bo'lsa, ichkari berib choy bo'lsa, menga mashina gap to'y bo'lsa, lokashdagi loy bo'lsa, modellar choy bo'lsa, sevishgan simildan choy bo'lsa.
Yegan go'shtlar talab bo'lsa tutganlar, bala bo'lsin, uzganlar gul bo'lsin, ishlab topganlar pul bo'lsin, shunaqa shodiyona kunlar xumori bo'lsin, mo'lada tumori bo'lsin, hamma ham ishlardan talam bo'lsin, qog'ozga tushirgan qalam bo'lsin, yerga so'yar gilam shochi bo'lsin, oshiqlar ochi bo'lsin, oltin boshlar omon bo'lsin, yomonlar tamom bo'lsin, hamma ham talam bo'lsin, g'ururlar baland bo'lsin, ilk farzandlar o'g'il bo'lsin, balagilar bo'loq bo'lsin, hamyonlar to'la bo'lsin, boqqanlar qo'chqor bo'lsin, solo bo'lsin, qarindoshlar urug'aymoli bo'lsin. Oh my god! Sigirlar suqaymoli bo'lsin, hammaning halol ishi bo'lsin, non yegan tish bo'lsin, qora bo'lsin, qish bo'lsin, qish degan qish bo'lsin, qizlarimiz hayoliy boli bo'lsin, boshdan ro'mol bo'lsin, kaltlikka kiymasin, kiysa ham shamol bo'lmasin degan. Hey, ana. Ha, bu ham qaysidir ma'noda odamni bitta qismini evolyutsiyada jarayonida bitta qismini yaxshi jarayoni bo'lib beradigan holat menda shunaqa bo'lgan. Biz QVZlarda tez gapirishni boshlaganmizda va ancha QVZlarda yurdik, keyin to'y-po'ylarga borib qolaman-ku. Tadbir asosan to'ylarga borganimda, hali bilsangiz to'yda odamlar san'atkorga qarashi qiyin, haligi qiziqchiga qarashi qiyin. Chunki mana degan qiziqchilarni ham ko'rganmizda, to'yda odamni qaratish qiyin. Ayniqsa to'yxonada bo'lsa, chunki to'yxonada bilasiz kazo-kazolar keladi o'zicha. Va sirboy bergisi kelmaydiganlar keladi. Kulsam makiyajimni aytimda tirtilib oladigan qizlar keladi. Qo'shiqchi qo'shiq yesa yemasa ish qo'shig'ini aytadi-da, hamma mana qilib ovqat ichib ketadi, ketaveradi. Voy deydi. Keyin qiziqchi ovqat yeb boshqa qilib o'tirgan paytda odamni qaratib olgani bu yaxshi qurol menga. To'g'ri. Tushunyapsizmi? Bitta tez gapirsam, "Uy, nima bo'lyapti?" deb turib bunday qarab oladi-da, ushlab olamiz. Ana shundan keyin hazillarni urgani yaxshi narsa. Bu e'tibor jalb qila olasiz ekanda o'ziga birinchi bor. Shunaqa narsa. Tadbirlarga borsangiz, endi tadbirda shundoq ham odam faqat siz shu sahna uchun boradi-yu tadbirda. Unda buni ishlatmasak ham bo'laveradi. Lekin joyi kelganda urib qo'yasiz. Ha, joyiga endi uramiz. Buni o'zim yozganman. Mana shu so'zda bitta 1,5 ta varaq bo'lgan. Buni yodlab aytsangiz siz bilmayman 2 minutlik narsa bo'ladi. 3 minutdan deyavering aka. Xo'p, hozir yana G'ayrat akam ofisiga kelganmiz. Yana hozir kiyimlarni o'zgartiraman deyapti. Vayn syomkasimi hozirgi endi akasi? Bo'ldi. Vayn syomkasini ham qo'yamiz. Kiyinganni ham olamiz, yuringlar. Zaza Musaxon. Asaga keldik, mana G'ayrat aka bizni mehmon qilishyapti. Shor aka ham mana shu yerda mana. Zalga chiqyapti anaqasi. Mana hozir G'ayrat akam Nima? Nima? Yo, nima? O'ylovga baho beringlar bitta. Bo'ldi ana. Obraz bitta endi. Qo'liga olsangiz bo'ladi aka, buncha seryozniyroq ekan-ku. Bek qo'liga, bek qilib ber. Siz aniq ketasan deyman, siz tumola videoni tashlab berasiz-da. Aka, kelavering, aniq ketaman deysiz. O'sha akaga kelgan. Cho'p berasiz. Farg'onadan fraza tortyapsiz. Hozir vayn syomkasi bor, vayn syomkasini bosamiz. Kopingiz yo'qmi? Aka, vayn syomkasidan keyin qayerga ketamiz? O'lgan. Vayn syomkasidan keyin qayerga ketamiz? Vayn syomkasidan keyin vayn olamiz. Umumiy o'z vayn olamiz. 1 3 ta 4 ta vayn olamiz. Ikkita odam siz mana mikrofonda gapirsa demoqchiman. Bunda bu yerdan telefon ovoz qilsangiz, kachestvali bo'ladi. Vayn syomkasiga meni mashinamdan foydalanishyapti, esli-choy. Buni ham minnat qilish bo'ladimi, aytib qo'yay. Bu komfortmi? Bu komfort bo'ladimi? Keling. O'sha 6 ta bo'lar ekanmiz-da. Xullas, hali ham syomkani jarayoni davom etyapti. Hali syomkani jarayoni davom etyapti. Qadrli do'stlar, hozir biz meni vaynlarimni olib oldikda. Endi Husan akani vaynlarini ham olish uchun mana Shohruh, Zaza, Sigar, Husan aka hammamiz bir bo'lib hozir o'sha Asakani markaziga qarab turib ketyapmiz. O'sha yerda akani vaynlarini tugatamiz. Ha, o'sha siz syomkalaringiz bu yerda tugadi, endi shepim syomkalarini qilgani ketyapmiz. Onlardan o'tib olib borishim kerak. Ha, eshitmadimmi ish qilib Shohruh akam? Lekin mana bola ketib qolaman deyapti. Bu bola shunaqa bola o'zi. Ketib qoladigan bola. Mayli. Sizlar gapirib turasizlar, orqadan qochib qoldi. Shunaqa gap, ketdi do'stlar. Xo'p, jigarlar, biz futbolga keldik. Uje bugun kunimiz ham yakunlanib qoldi. G'ayrat aka, yakunlandimi yo nimadir bormi yana? Futbol o'ynaymiz endi mana. Bugun juda bir mana eshitganlar bilan sekin qattiq futbol bo'ladi hozir. Futboldan ham xohlasanglar kadr qo'yinglar.
Ko'rinmadimi? Yo'q. Girdi yo'qdi. Kerak emas. Mas'ul press qilmoqchi. Xo'p, akalar, futbol tugadi. G'ayrat akam, teringizni artib olsa, terlaganingizni olaman deyapti. Ha, mayli endi. Ha. Xullas akalar, futbol tugadi. Bugungi kunimiz ham deyarli emas, o'zi polni yakunlandi. O'zi bugun uka, mana siz Paytaxdan kelgan bo'lsangiz, Asakadan Farg'onaga bordik. Farg'onadan Andijonga bordik. Andijondan Buloqboshga o'tdik. Ko'rdingmi bugun qancha joyga borganimni meni? Joyga borgansiz. Ha, biz haftada 2-3 marta mashqa tig'iz kun bo'lib qoladi-da. Terilib qoladi. Shunaqa bo'lar ekan. Menimcha bugungi kunimiz yaxshi o'tdi deb o'ylayman. Komment o'zingizlar fikringlar qoldiringlar. Bizga podpiska like bosib qo'yish esdan chiqmasin. G'ayrat aka, siz ham bizga vaqtingizga yetkazib, oldingizni olib yurganingizga, vaqtingizga yetkazganingizga adushi rahmat aka. O'zbekiston xalqiga o'zingiz ikki og'iz bir gapingiz bo'lsa. Faqat O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistondan ko'radigan, o'zbek tilini tushunadigan, o'zbeklar, o'zbekchani tushunadiganlar bor. Shu barchalarga omad tilaymiz, ishlarga rivoj, charchamanglar. Abdulaziz ukamni kuzatishda davom etinglar. Albatta. YouTube'ga bir qattiq kirishyapti, xudo xolisa. Endi YouTuberlikda ham o'zini sanab ko'rmoqchi. Albatta aka. Omad tilaymiz. Qo'ldagancha podpiskadan yordamlamiz. Rahmat aka. Akam bo'ladi o'zi, bilasizlar-ku. Kuzatishda davom etinglar. Hozir like bosib, kommentlarni yozib, bu videodan o'zingizlarga bir negativ topmaysizlar degan umiddamiz. Albatta. Hammasi chapani, jaydari narsalar bo'ldi. Menimcha yo'qdi. Sizni ko'zatishda yo'llagan ham yo'qdi. Vaqtinglarga yetkazganlar uchun rahmat. Keyingi ko'rsatuvlarimizda, keyingi sonlarda qaysi blogerni 1 kilo hayotini sizlarga olib chiqib beraylik. Kommentda o'zingizlarning fikringlar bilan yozib ketinglar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Siz ham sog' bo'ling akam. Xo'p. Oxiri qolsin.